Blogerlaring aniq kelarmikan? Keladi ada. Birovdan beri o'ylanasiz. Menga ishoning, hali bu o'rniga qasr quramiz. Ko'nglim g'ashtay bolam. Shu uyni yoqish shartmikan? Qachongacha bundan qarzaga botib yuramiz? Yana eski chirigan uyda. Bir marta tavakkal qilaylik, bo'ldi. Sepunda yaxshilar. Ey la'nati. Ne o'chirdingiz? Bolam to'xta. Noto'g'ri ish qilyapmiz. Duoni kattaxonaga qilarlarmi? Qani, o'tir. Voy. Tuzchi. Boshlayotgan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Kutganimizdan ham zo'r bo'lib, hammamizga rahmi kelib yordam bersin. Mana katalikdagi uyimizni ham dang'illab uchastka qilib olaylik. Yon kul bo'lsin. Qani. Qani endi yo'q. Voy, onangni. Hozir shoshmay turing. Ufqli. Nima yegansiz? Bo'l, gapiring. Uyimiz yonyapti. Odamlar, yordam beringlar. Yig'lab gapirsangiz-chi? Uyimiz yonyapti. Odamlar, yordam beringlar. Adir, qo'shnilar Nodir akam. Nodir kel. Nodir? Nima qilyapsiz? Men senga chiqib. Nodir o'rtoq. Shuna susib sho'rchilaydi dedimmi? Dedimi? Uy, yonyapti, o'chirish kerak. Chakagingni o'char kirib uxla. Uxladingmi? Alo, bajarmaymi? Men keyingi mahallasiga tursin yo'q. Men senga bajarning chaqir dedimmi? Aytdilarmi? Men yaxshilik qilmoqchi bo'ldim. Kirib adangga yaxshilik qil, qurib o'tdi. Adashlarga. Toshlanka. Baraga rutinga susib. Shuncha payt yordam bermagan. Endi yordam berging kelib qoldimi? Agar susapaman desam, o'zim ham shlankan bor. Oilaviy ishga aralashmalaring. Ko'z tegmasin. Zo'r yonyapti. Yonyapti. Borib ketaman. Mashina olamiz. Masajga boramiz. Bormaymiz. Borib ketaman. Aytalik bo'lsa kerak. Chekamiz Savob elinjida yurgan. Qalblari mehr nurlari bilan to'lgan. Birovning kasalligini o'zinikidek qabul qiladigan saxovat pesha mana obunachilarim. Bilasizlarmi, biz noshukur ekanmiz. Hozir Azizjon ukamizning oldilariga keldim. Bu hayotda o'ndan bir qismini ham ko'rishga ulgurmagan jajjigina bolakayni boshiga ozgina sinov kelibdi. Men sizlarga ishonaman. Bu ukamizni Hindistonga olib borib, yurak ko'chirib o'tkazish operatsiyasini amalga oshirishimiz kerak ekan. Lekin unga 45 ming dollar pul kerak bo'lyapti. O'rtoqlar, sizlar zo'rsizlar, sizlar saxiysizlar. Shuning uchun pastdagi karta raqamlarga ko'nglingizdan chiqarib 10 mingmi, 5 mingmi umuman farqi yo'q. Eng kamida duo bilan yoki shu videoni like, komment, repostlar bilan portlatib tashlasanglar, ko'proq odamlar ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. Rahmat hammanglarga. Yaxshi dam olinglar. Assalomu alaykum. Necha soat bo'ldi? 5 soat. Nima blogerlaring kelmadi? Bilmadim, kelib qolib. Men ahmoq senga ishonib, otamdan qolgan uyni yoqib yubordim. Turgan bitganim zarar bo'lardi. Hech marta aytdim. Ada kechiring. Otamdan qolgan Assalomu
dadam. Bore. Yongan bor ekan masjidda. Bor. Kelishdi. Saman kelishdi. Yo'q bolam kelishdi Saman. Bu bo'lim. Keldinglarmi? Qaytib bo'lgin. Ko'rmagan ekanman. Nikilar nima? Nima farqi bor? Mashina ol. Aniki uyam. Yomoyondi bola. Qo'llarimgacha kiyib ketib qara. Mashinalar ham kuyib ketdi. Ya tushunmadinglar aka. Mana shu yongan uy orqasidagi xonadonni to'y bo'layotgan ekan. Shu yerda оформление qilgani keluvdik. Tomiz joydami? Nima yurasiz? Qurra yo'qol boshqa kelma bu mahallaga. Shundoq ekanmi-la? Odamlarga ham hayronsan. Qo'shnisining uyi yongan, uyalmasdan to'y qiladi. Biz ham boramizmi? Qanaqa borasan? Kastim-shimlar yonib ketgan-ku. Bo'pti, yuring. Uyga kiraylik. Atidan gapirding-a? To'g'risi bilmadim. O'zi hammasi sani deb bo'lgan. Otamni ruhi chirqirayotgandir. Eshak, uyi yoqing. Otamni ruhi chirqiratdingmi? Otangdan qochirgan bo'ldingmi? Hozir men senga tarbiya Oy! Nima qilganingiz bu? Savg'odan urib ketadi. Keyin nogiron bo'lib qolardim. bo'lishing kerak edi. Ada, menimcha kerak emas o. Umrimni yeding bola. Ertalabdan beri turibmiz. Bol sakra. Yo'q, qo'rqyapman. O'g'lim, ko'nglim sezyapti, mash taktikamiz o'xshaydi. So'z qayerdan olgandingiz? Televizorda ko'rdim. Ha, tayyor bo'l. Gazelku bu, tegida o'lib ketaman. Jendirga kelyapti. Pulida puli yo'q. Qurul. Olib tegarchi. Shu ishni qilmaylik, iltimos. Bolam, boyib ketamiz, xo'pdiki. Mers. Hali, o'g'lim. Boyib ketamiz. O't-o'tib zirib ketadi. Satu boyib ketamiz. Davay, qani. Yo'q, hadi. Nimalar qilib qo'ydim. Aka, doktor bilan gaplashdim. Bo'ldi, xavotir olmasinlar. Tuzalib ketadi, yaxshi bo'ladi dedi. Xavotir olmang. Bari. Matiza uradimi? Bizga ursa bo'lardi, biroz ketardi. Ada, Bolam, yaxshimisan? shunda Matiz urib ketibdi. Shunda emas. Rostdan Matiz urib ketdi. Menga qara. $15,000 berasan. Ada, $20,000 berasan. Ada, $30,000 berasan. Ada, oyog'imga yotib oldingiz. Aka, sizni sochingiz qaytadan o'sib chiqadimi? Meniki qaytib chiqadimi? Men bunaqa summani topa olmayman. Xarajatlaringizni qoplab berishim mumkin. Aka, o'zi qimmat joyga yotib oldinglar, aka. Mashinani sotib bo'lsa ham, kredit olib bo'lsa ham berasan. Aka, Suxoyga haydayman, mashina o'zimniki emas. Kreditim ham bor, просто xotinim kasal bo'lib qoldi. Shunga chiqqan edim. 15 kunlikni yopmaganman, aka, yopmaganman. Ada, Tushundim bolam. Ada, O'zim hal qilaman o'g'lim. Ada, yana oyog'imga o'tirib oldingiz. Voy, kechir bolam. Yuring, tashqarida gaplashib olamiz. Xo'p. To'xtang. O'z sharoiti og'ir ekan. Qiynamaylik. Aka, yaxshi ish qilmayapsiz lekin. Bilaman, borur. Bilasakasan. Las, maraz, bluttoz, manman, borur. Odam masakansan. Bitta kamanda, bitta kalla qo'yib ol, iltimos. Qani kel. O'sha yerda bu kechiring. Ke.
Nima bo'ldi? Uyga jo'natib yubordim. Jin emasman, u qamatib yuboradigan. Sani urding bilyapti. Yonimda bo'lganingda hammasi boshqacha bo'larmidi? Ada, Labbe bolam. Qo'y bolam. yuz yoqish tomondan oyim rasmlarini oldim. Sani o'rning bilinyapti. Yonimda bo'lganingda hammasi boshqacha bo'larmidi? Sizlar eng zo'r sizlar. Azizjon ukamizga kerak bo'ladigan pullar bir kunning o'zida yig'ildi o'rtoqlar. Onajon, bu pullar sizniki endi. Qolgan qismi kartida ularni ham yetkazamiz. Nasib ukajonimizni Hindistonga olib borib davolab kelsak bo'ldi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat bolam. Umringizdan baraka toping. Rahmat nimaga emas. Mehribon xalqimizga yeting onajonim. Rahmat hammalarga. Voy, yosh bolaga ham shuncha pul ketar ekanda. Assalomu alaykum. Kassamizda pastda to'lov qilib qo'yasiz. Ada. Haq ketyapsiz. Pulimiz yo'q-ku. Tualetga. Blogerlar kelmasa, o'zimiz chaqiramiz. Bugungi eshitgan eng zo'r yangiligim shu bo'ldi. Tuzalib ketganlar rost bo'lsin. Onaxonga ayting, mana mehribon, saxovatpesha xalqimizdan duo qilib qo'yish eslardan chiqmasin. Insofli bola ekan. Rahmat. Hamisha o'ylaganimizdan ham afzal bo'lsin. Salomat bo'linglar. Kechirasizlar. Nasib tuzalib ketsinlar. Shu desanglar, postimiz 5000, storiesimiz $2000 bo'lyapti. Post? Toshmeni postimi? Hayya, dada Instagramga qo'yiladigan post bor shu. Insofing bormi? Sovib olishga olamaysanmi? Bitta nogiron. Nogiron bolani so'yibgacha yig'isi qo'shging kelmayaptimi? Nogironmi? Ha? O'xshamayapti. Yurolmaydi. Adadiga Aka. gapirolmayapti. Hali bo'lmasam $4900 qilib beraman.